Tasvir.uz kanali taqdim etadi. Barcha sahna ko'rinishlari sun'iy intellekt orqali Shahzod AI tomonidan yaratilgan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Katta uzumzor ekan. Uzumzorning atrofi devor bilan o'ralgan ekan. Bir kuni tulki bo'rini aldab uzumzorga olib keladi. Eshik qulfligini ko'rib, tulki, "Anu u yerda quvur bor. Ketik, o'sha yerdan kiramiz", deb uzumzorga quvur orqali kirishadi. Uzumzorga kirib, mazza qilib uzum yeb o'ynayotganda, bog'bon ularni ko'rib, tayoq bilan ularni quvadi. Bo'ri bilan tulki rasa qachishadi va devor oldiga yetib kelishadi. Quvurdan chiqib ketish uchun harakat qilishganida quvurning ichiga sig'ishmaydi va tulki bo'rini aldab, uning ustiga chiqib, devordan sakrab qochib ketadi. Bechora bo'ri qancha harakat qilmasin, quvurdan chiqa olmaydi va quvurning ichida tiqilib qoladi. Bog'bon esa bo'rini urib o'ldirib qo'yadi. Ishonmagin tulkiga. Somon tiqar pustingga.